Qandli diabet bilan kasallangan odamlarda asosan tanada nima hosil bo'ladi? Uni tanasida o'sha shakar, glyukozani, energiya manbaini badan hujayralariga yetib borish uchun insulin bilan uni qayta ishlab, insulin bilan uni hujayralarga yetkazib borish uchun kerak. Lekin insulin yoki yetishmasligi yoki ishlamasligi o'sha hujayralar yoki qabul qilishga sezuvchanligi pasayishi natijasida glyukoza yetib bormaydi. Shuni hisobiga bizni organizmimiz holsizlik va hech narsaga qo'limiz ishlatib bormaydigan yoki hazm qilishiga ham imkoniyati qiyin bo'ladi. Lekin buni siz agar doimiy insulindan qabul qilib, faqat asorati bilan shug'ullanib yuradigan bo'lsangiz, yillar o'tib ketadi va sizni organizmingiz insulinga borgan sari qaram bo'lib boradi, tobeligi oshib boradi. Immunitetingiz va energiyangiz esa u ham kamayib boradi. Uni ikkinchi yo'li bor. Buni psixosomatik tomonlama, ya'ni siz hissiyotlar bilan ishlash tomoningiz bor. Buni ikkinchi videoda biz batafsil yoritamiz.